Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. 1-sentyabrdan boshlab kuryerlar uchun yangi qoidalar kuchga kiradi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada kuryerlar uchun yangi qoidalar tayyorlanmoqda. RBK nashrining yozishicha, kuryerlik faoliyatini tartibga soluvchi loyiha ishlab chiqilgan. U xususan quyidagilarni nazarda tutadi: kuryerlar reyestrini tashkil etish va u orqali ishlash uchun ruxsatnoma berish. Unda kuryerlarning shaxsiy ma'lumoti, transporti va boshqa uskunasi haqida ma'lumotlar bo'ladi. Kuryerlar tibbiy ko'rikdan o'tishi, ishlash vaqti, me'yor va tezlikka rioya qilishi, ishni boshlashdan oldin foto nazoratdan o'tishi shart bo'ladi. Har bir kuryerning shaxsiy va identifikator reytingi bo'ladi. Kuryerlar buyurtmani bajarish va yo'l harakati qoidalariga rioya qilishga shaxsan mas'ul bo'ladi. Qoida buzarliklar uchun akkauntni bloklab qo'yishlari mumkin. Yangi talablar 2027-yil 1-sentyabrdan kuchga kirishi mumkin. Hujjatga ko'ra, Rossiya aviakompaniyalari parvozi 30 daqiqadan ko'proq kechiktirilsa, chiptaning to'liq narxini qaytarishi shart. Kechikish sabablari ahamiyatsiz. Ushbu qoidalar Rossiya aviakompaniyalari tomonidan amalga oshiriladigan ichki va xalqaro reyslarga nisbatan qo'llaniladi. Qaytarishlar jarimalar yoki chegirmalarsiz amalga oshirilishi kerak. Bundan tashqari, yo'lovchilar uzoq kutish uchun xizmat ko'rsatish va kompensatsiya olish huquqini saqlab qoladi. 2 soatdan ortiq kechikishlarni aviakompaniya ovqat bilan ta'minlash, uzoqroq kechikishlar uchun esa mehmonxona, aloqa xizmatlari va transferlarni taqdim etish kerak. Yangi qoidalar faqat Rossiya aviakompaniyalariga nisbatan qo'llaniladi. Xorijiy aviatashuvchilar o'z qoidalari va xalqaro shartnomalarga bo'ysunadi. 19 yanvar dushanba kuni Moskva viloyatidagi fojiali voqea qayd etildi. Avtobusdagi mojarodan so'ng Ilya ismli 18 yoshli yigit pichoqlab o'ldirildi. 19 yoshli asli tojikistonlik Rossiya fuqarosi Emomali Turdiyev qotillikda gumon qilinib hibsga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, mojaro jamoat transportida boshlangan. Bir guruh millatchi skinhead yigitlar avtobus bekatida turgan qizga behayo imo-ishoralar qilishgan. Emomali ularga tanbeh berib avtobusdan tushgan. Keyin janjal tashqarida davom etib, janjalga aylangan. Manbalarga ko'ra, janjal paytida Emomalining ko'ziga avval qalampirli gaz balloni sepilgan, keyin raketnisadan o'q otilgan. Shundan so'ng u pichoq chiqarib, bezorilardan biriga zarba bergan. Jarohatlangan shaxs vafot etgan. Yigit hibsga olingan. Unga qarshi qotillik ishi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qonunga ko'ra, u 6 yildan 15 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Yuksalish harakati raisi Bobur Bekmurodov Duginning gaplariga javob qaytardi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Tadbirkorlik qo'mitasi va Yuksalish harakati raisi Bobur Bekmurodovning ma'lum qilishicha, harakat ishtirokchilaridan Aleksandr Duginning bayonotlari yuzasidan ko'plab murojaatlar va e'tirozlar kelib tushmoqda. U eng qisqa muddatda munosib javob oladi. Shuningdek, barchaga mutlaqo ravshan bo'lishi kerak. Bizning suverenitetimizni shubha ostiga qo'ygan har qanday shaxs shuni bilib qo'ysin. Biz vatanimizni himoya qila olamiz. Hech qanday kuch, hech qanday yovuz niyatli shaxs bizni tanlagan yo'limizdan qaytara olmaydi. Rus dunyosi g'oyasining asosiy mafkurachisi hamda Kremlga yaqin ko'riladigan faylasuf sobiq SSR mustamlakalardan, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari suverenitetini inkor qildi. Uning fikricha, Rossiya bu mamlakatlarni nazoratga olishi kerak. Yoki ular bizning yagona ittifoqdoshimiz tarkibiga kiradi, yoki AQSh va Yevropa ittifoqi uchun plastarmga aylanadi, degan Dugin. Avvalroq rossiyalik targ'ibotchi Vladimir Sovolyov Markaziy Osiyoda va Armanistonda ham Ukrainadagi kabi maxsus harbiy amaliyot o'tkazish mumkinligini aytganda, Rossiya TV matbuot kotibi Mariya Zakharova esa uning tahdidlarini shaxsiy fikr sifatida ifodaladi.
Rossiyadagi migrantlarni men u yerdan ketishni chaqirdim, qaytishni emas. O'zbekistonga qaytish masalasi bugungi kunda men boya so'zimni boshida aytib o'tganimdek ish bilan ta'minlash masalasida o'zimizga xos masalalarimiz bor. Lekin o'zbek fuqarosi, o'zbek ishchisi shunaqa mehnatkash, intizomli va tartibli ishchiki, bugun mana sobiq Sovet o'lkalari bo'lsin, Sharqiy Yevropa davlatlari bo'lsin, hatto mana Skandinaviya davlatlari bo'lsin, arab davlatlari bo'lsin, o'zbek mehnat kuchiga zarurat bor ekanligini ta'kidlab o'tishyapti. Va biz bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Rossiyadagi agar mana shu kamsitishlar ommaviy xarakter oladigan bo'lsa, albatta u yerda hech kim o'zini bexatar qilib ishlash kerak emas. Chunki Rossiyada oladigan oylikdan yaxshiroq oylik olish mumkin bo'lgan imkoniyatlar ko'paydi bugun. Va o'zbek o'g'loni, o'zbek fuqarosi birinchi o'rinda, albatta davlat orqasida turadi har biri, lekin birinchi o'rinda o'zini g'ururi, o'zini qadri bilan unga nisbatan kamsitish munosabat bo'layotgan joyda ishlamasligi kerak. Shu sababli men ularni u yerdan ketishni va davlatimiz bugungi kunda yaratayotgan boshqa imkoniyatlardan foydalanishni chaqirib qoldim. Demak, mana shu Skandinaviya o'lkalari, bugun Shvetsiya, Norvegiya, Daniya davlatlari o'zbek muhojirlarga qattiq qiziqish bildiryapti. Yoki bo'lmasa o'sha Pribaltika davlatlari, Boltiqbo'yi davlatlarida bugun mehnat muhojirlariga katta zarurat bor. Masalan, sotsialistik lager davlatlari, oldingi Polsha, Ruminiya kabi davlatlarda juda katta bozorlar bor. Hatto Yevropani o'zida, masalan, Avstriya, Germaniya mana hamshiralarimizga qancha ishtiyoq bildirishyapti. Bularning hammasi juda katta mehnat bozori. Va o'zbek ishchisi bugun ularning malakasiga tayyorlanib, mana shu bozorlardagi imkoniyatlardan keng foydalanishi mumkin. Aynan shu sababli men ularni Rossiyadan O'zbekistonga qaytinglar degan ma'noda chaqirib berganim yo'q. Meni chaqirdim, Rossiyada o'zinglarni kamsitirib qo'ymaydi. Ketinglar bu yerdan. Sizlarni mehnatinglarni qadriga yetishsin kerak bo'lsa. Sizlarni boshqa joylarda katta oyliklar bilan kutishyapti degan chaqiriq edi bu. Va shu chaqiriqni yana bir marta takrorlamoqchiman. Hech qayerda o'zbek o'zini xor qildirib qo'ymasligi kerak. Chunki o'zbekning mehnatkashligiga, o'zbekning sadoqatliligiga, o'zbekning tartibiga bugun dunyo mehnat bozorida katta ehtiyoj bor. Rossiyaning Vladivostok shahrida O'rta Osiyo davlatlaridan birining 23 yoshli fuqarosi maktab o'quvchisiga jinsiy mazmundagi materiallar va xabarlar yuborgani hamda u bilan birga yashashni taklif qilgani uchun u qo'lga olindi. Bu haqda mamlakat tergov qo'mitasi xabar berdi. Qizchaga g'alati xabarlar kela boshlagach, u javob bermagan. Keyinroq maktab o'quvchisi erkakka hali 18 yoshga to'lmaganini aytib, unga yozishni to'xtatishni so'ragan. Erkak suhbatdoshining yoshini bilsa-da, baribir uning e'tiborini qozonishga uringan. U rus tilida qizchaga muhabbat izhorlari yozgan va birga yashashni taklif qilgan. Shuningdek, u qizchaga jinsiy mazmundagi materiallar ham yuborgan. Oxir-oqibat voyaga yetmagan qiz xabarlar kelishi to'xtamaganligi sababli politsiyaga murojaat qilgan. Gumonlanuvchi shahardagi umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan biridagi ish joyida qo'lga olingan. U so'roq qilish uchun vaqtincha saqlash izolyatoriga olib ketilgan. Tergov qo'mitasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi axloqsiz harakatlar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Gumonlanuvchi 2003-yilda tug'ilgan erkak ekani aniqlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, erkak O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, ammo bu ma'lumot rasman tasdig'ini topmagan. Shavkat Mirziyoyev Shvetsiya, Daniya va Norvegiya bilan kelishuvga erishib, fuqarolarimizni yuqori daromadli ish o'rinlariga yuborish mumkinligini ta'kidladi. Masalan, norvegiyalik ish beruvchilar shu yilning o'zida 3000 fuqaroni o'zlari o'qitib, ularga Yevropa standartlari asosida sertifikat berishga tayyorligini bildirgan. Shvetsiya esa grant ajratib, ijtimoiy xodimlarni tayyorlash va joriy yilning o'zida 500 nafarni ishga olishni taklif bermoqda. AQShdagi elchimizga ushbu davlatda mavsumiy ishlar jalb qilinadigan davlatlar ro'yxatiga O'zbekistonni kiritish bo'yicha muzokaralar o'tkazish topshirildi. Moskvadagi kuchli qorga kommunal xizmatlar dosh bera olmayapti va bu tasodif emas. Yillar davomida Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar ko'chalarni tozalash yukini yelkalariga olgan edi. Ammo ommaviy reydlar, deportatsiyalar va xavfsizlik tahdidlari haqidagi vahimalardan so'ng ularning ko'pchiligi ketdi. Biroq ko'chalar o'zidan o'zi tozalanib qolmas ekan. Ularning o'rniga olib kelingan hidlar bunaqa katta qorni ko'rib ko'chaga chiqa olmay qo'yishdi. Noiloj mahalliy aholining o'zi belkuraklar bilan tashqariga chiqdi. Avtobuslar, mashinalarni qordan kavlab olishdi. Kommunal xizmat xodimlarini la'natlashadi. Ayrimlari yaqindagina Markaziy Osiyoliklarga chamadon, vokzal, uy deb baqirganliklarini eslashmoqda.